qishda yomg'irli havoda mana shunday sovuq havoda gilamlarni yuvib bo'ladimi deb bizga ko'plab savollar kelib tushadi. Buni biz emas, mijozlarimiz javob bersin. Sizlarga rahmat. Mana bolalar keldi, uyimizni suv bosgan edi. Gilamlar qo'l yuvib bo'lmas ekan. Olib ketib, yaxshilab yuvib kelar ekanlar. Hammalaringizga rahmat. Kelayotgan bayramda. Assalomu alaykum akalar. Sanvaj gilamlar yuvish korxonasiga murojaat qildim. Divanlarim juda ham qir bo'lib ketgan edi. O'zlari kelib joyida bomba qilib yuvib berishdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana Sanvajga kirdim. Mashinam juda og'ir holatda edi. Sanvajga kirdim. Yangi savollar chiqqan holatga keltirib berishdi. Ham narxlari juda ham arzon. Hammaga tavsiya etaman kirishingizni. Ishlari zo'r ekan, menga yoqdi. Pastda profil bilan nomerlarni qoldiraman. Murojaat qilasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlarim. Bugun mana Sanvaj klient kompaniyasini chaqirtirgan edim. Chiroyli qilib, toza qilib, yangidek qilib yuvib berdi. Rosa xursandman. Bolalar kelib, ugaloklarimni tozalab yuvib berishdi. Sanvaj firmasiga katta rahmat. Maxsus qurish tizimi, yopiq sex, sifat kafolatlangan, fasl muammo emas.